Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosining tor televiziyasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Gulchehra. Xalqaro kechirim tashkiloti 23-may e'lon qilgan 2013-yillik kishilik huquq dokladida Uyg'ur va Tibetlarning barliq huquqlari davomli buzg'unchilikka uchraganligini ilgari surdi. Kechirim tashkiloti Amerikani kishilik huquq masalasida Xitoyga besim ishlatishga chaqirdi. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı davomli qattiq zarba berish harakati yurgizib, Uyg'urlarning diniy, siyosiy faoliyatini qonunsiz diniy harakat, bölgünçülük deb atab, jinoiy qilmish kategoriyasiga kirgizgan. Uyg'urlarning o'z madaniyat kimligini tinch yo'sinda ifodalashiga zarba bergan. Xalqaro kechirim tashkilotining Washingtonda turishlik mas'uli Tikumar bu vaqtda to'xtalib, Amerika kishilik huquq masalasini iqtisodiy va strategiya dialogi bilan birlashtirib, Xitoyga qattiq besim ishlatishi kerak dedi. 9-may Yingsan nayisining Uchar yezisida yuz bergan to'qinish davomida gumondor olim Abayning ayoli Nurimangul Hashim erining ustiga o'zini tashlab uni qo'g'digan. Ammo bu jarayonda Nurimangulmu og'ir zaxmlangan. Vaqa pasaygandan keyin naq maydonga yetib kelgan soqchilar hushsiz yotgan olim Abayni doktorxonaga, Nurimangulni soqchixonaga ilib mangan. Saqchilar Nurimangulning so'roq davomida yurak kesili qo'zg'alib, doktorxonada jon uzganligini oshkorlagan. Ammo yerlik aholilar buningga ishonmaydiganligini ilgari surmoqda. Oshkorlanishicha, uy tekshirishga kelgan omonlik xodimlarining ayoli va qiynanisi qo'pollik qilganligini ko'rgan olim Abay omonlik xodimlarga pichoq solgan. Keyin 8 nafar xalq askari olim Abayni qo'rshib olib qattiq urgan. Keyin olim Abay doktorxonada jon uzgan. Atush 1-o'tir maktab o'quvchilari maktab doiralarining yog'liq cheklash siyosatiga qarshi namoyish qilib dars tashlagan. Egallashimizcha, namoyish 22-may atdiganda bo'lgan. Namoyish naq maydondan tortilgan suratlarga qaraganda, namoyish qatnashgan qiz o'quvchilarning hammasi yog'liq atgan. Ma'lum bo'lishicha, Qizilsuv avtonom oblasti 1-o'tir maktabi yaqinda bir belgilama chiqarib, yog'liq artgan o'quvchilarning darsga kirgizilmaydiganligini uqtirgan. Bu o'quvchilarning kuchli noroziligiga uchragan. Natijada o'quvchilar 22-may dars tashlab, mazkur belgilamaga qarshilik ko'rsatgan. Keyin maktab o'quvchilarining talabiga qo'shilishga majbur bo'lgan. 1-avgust Po'lat Temir zavodi masjidining imomi Mahmudjon Zunun ko'chadagi oqqon Xitoylar tarafidan og'ir yaralandirilgan. Vaqa 19-may imom Mahmudjon Zunun masjiddan yenib, ayoli bilan uyga qaytib atganda yuz bergan. Vaqadan xabardor Arabistondagi Sulton Hajimning bildirishiga qaraganda, Mahmudjon ayoli bilan yo'lda ketib atganda, yo'l yasaydigan Xitoylar uning ayoliga xato mangding deb vaqirgan va peshonasidan o'qigan. Ayolning orqasidan kelib atgan Mahmudjon nima ish bo'lganligini surishtirib bo'lguncha bir to'p Xitoy mushu degandek etilib kelib, uning bosh qismiga urib og'ir yaralandirgan. Mahmudjon Zunun hozir doktorxonada jiddiy qutqizilmoqda. Lekin texi asliga kelgini yo'q. Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an Urumchidagi tuzumni qabul qilinmaydiganligini bildirdi. U bu so'zlarni 17-may Amerikaning poytaxti Washingtonda muxbirlarning savoliga javob berganda o'tirib qo'ydi. Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an Washingtonga davlat ziyorati uchun kelgan edi. 17-may kechda Turkiya Sada vaqti uyushtirgan doklad berish yig'inida bir muxbirning Uyg'ur ili vaziyati haqidagi savoliga javob bergan Erdo'g'an mundaq dedi. En son Uygur ziyaretinizle ilgili oradaki Uygur Türkleriyle ilgili sorular var efendim. Urumçi'ye gelince Urumçi konusunda da yani olumlu gelişmeler var. İnanıyorum ki yeni Çin yönetimiyle bu konuları da olgunlaştıracağız, geliştireceğiz ve Urumçi'deki yapı tabii ki kabul edilebilir bir yapı değildir. Yani Çin'in insan hak ve özgürlükleri noktasında Urumçi'de yaşayanlara karşı şu anda daha Urumchidagi vaziyatda yaxshilanish bor. Xitoyning yangi rahbarlari bilan bu masala haqida so'zlashimiz. Urumchidagi tuzum biz qabul qilinmaydigan tuzum. U yana men suhbat yo'li orqali Urumchida yangi vaziyat maydonga kelishini umid qilaman dedi. Amerikada o'yin qo'ygan danglik cho'lpon Yulduz Osmanova
Uyg'urlarga salam yo'lladi. O'tir Osiyo naqshxonashi deb nom olgan Uyg'ur xalqining cho'nqur so'yg'isiga sazovar bo'lgan O'zbekistonlik naqshcho'lpini Yulduz Osmanova 19 may Nyu-York shahrida Sizmi mendek so'yalamsiz nomli naqsh kechiligini jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Kechilik oxirlashgandan keyin ziyoratimizni qabul qilgan Yulduz Osmanova xonim Uyg'urlarga o'zining ham go'zal, ham ma'nili tilaklari bilan salom yo'lladi. U mundaq dedi: Uyg'ur qarindoshlarga rahmat va ularga salom. Ular omon bo'lsin. Mayli qayerda bo'layli, vatan uchun qo'limizdan kelishicha ishlarni qilishimiz kerak. U yana o'zining bir tarafdan Uyg'urlarga qandosh ekanligini alayda ta'kidladi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.